20 asrning boshlarida dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar uzluksiz urush qaynamaga kirib qoladi. Zolimlar va mazlumlar, g'oliblar va mag'lub bo'lganlar urush patqiga petib qoladi. Madaniyatimizning ichinishlik nolisi dunyodagi kuchliklar o'zining ta'sirini, boyligini va kuchini oshirish yo'llarini izlagan saltanat kirimliqlarning hashamatini yangidan yoritish xiyollari bilan to'lgan bir vaqtga to'g'ri keladi. 1911-yilga kelganda Italiya muttuproq ovchiligiga qo'shilib qoladi. Oq dengizning ostidagi Liviya, Trablus, Beng'azi, Zavara va Darna tuprog'ini nishon qilib askar chiqaradi. Yerli xalq oldingi saflarda urush qilish orqali ishg'oliyatchilarga qaqshatqich zarba berdi. Shuning bilan urush oyga chiqmaydigan bir holatga keladi. 1922-yili Italiya cho'ng bir o'zgarishga qadam qo'ydi. Mussolinining diktatorlik davrining boshlanishi, bostirishi bag'ansiri kuchaygan fashist kuchi oldida yerli xalqning chidamchanligimi shu nisbatda eshib boradi. Dunyoga hukmronlik qilamiz. Buningdan keyin fashistning shonliq bayrog'ini yulduzlarga ko'taramiz. Yulduzlarga. Tayyorlan. 1929-yili. At! Ölük, yani ölük. Tushunamadim. Badivilarni yangan turug'liq, Nemishqa qo'lga keltirgan g'albamga yana harbiy kuch ishiltiman. Generallarim doklad berish kerak. Biri o'ziga g'albalik tantanasini bildirgan, yana biri menga mag'lubiyatini bildirgan bir doklad yozish kerak. Tushundinglarmi? Bu bundaq davomlasa bo'lmaydi. Buningga men yo'l qo'ymayman. Bu yeşillik. Mana bu yeşil munbat tuproqlar, mukofotinglar, qog'onlari, qahva rangdagi qog'oz. Berib hokimiyatimiz chegarasiga oladigan yuraklik birsini saqlayotdi. Graciani. Men bilaman. Yigirmi yil. Bu urushda natija olanmay 20 yil o'tib ketdi. 5 yil ichida Liviyaga 5 vali avatdim. Yo'q. Faşistlarning askeri mantiqasida bundaq jiq badal to'lashga bo'lmaydi. Biz kim o? Yeni Şafaqning xabarchilari. Kimlar bilan urush qilyapmiz? Qumliqdagi badaviylar bilan. Ularni bu yerga olib kelish kerak. Isyon bostirilish kerak. O isyankorning ismi nima edi? Ömer Muhtar. Nima? Ömer Muhtar efendim. Ha, Ömer Muhtar.
Bilesiz general. U yerga avatgan dehqonlarni xuddi esil mehmon saroylariga o'rlashtirgandek va ko'p pul ketdi. Buningda cho'qim bir xatolik bor. Yo'q. Bir to'p badviylarning 40 milyon İtaliyalikning ilgirilishini to'sib kelishiga ruxsat qilmayman. Sizga Liviyani berman general. Hech bo'lmaganda ularni qo'rqitolg'idek nom sharpangiz bor. Men isyoncılarni yenjigan vaqtimda buni bir askarning saf vijdoni bilan qilaman. Bu Ömer isyondan burun nemish qilar ekan to'q. Muallimkan efendim. Muallimmi? Shundaq. Menmi muallim edim. Diqqat qilgan. Senmi sendan burun ketgan 5 kishidek bo'lib qolmagin. G'alban qat'iy bo'lsin. Shundaq. Men harakatdan xush bo'laman. Liviyaga beringlar. General. Ömer muhtarını tutup kelinglar. Bo'lsa par beringlar yoki kallasini yanchib etinglar. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mihriban Allah, Kur'an'ı ta'lim verdi. İnsanını yarattı. Onunla sözleşini öğretti. Gün bilen ay. Muşa to'xta. Kur'an'ın hemmi suresi nemishqa ait şefkatlik, mihriban Allah'ın ismi bilen başlanıdı. İşçilardan qaysinglar bilisizlar? Çünkü ulug' Allah'ın isimlaridan biri şefkatlik bo'lganligi uchun. Shundoq, to'g'ri. Undaqda Allah shafqatini qandoq ko'rsatdi? Sen degina. Çünkü insanlarga gap qilishni o'rgatdi ustoz. Shundoq gap qilishni. Hamda o'qiganlarimizning orasida yana bir narsa bor. Qaysinglar buni deb beralaysizlar? To'xtanglar. Sizlarga bir misol ko'rsatay. Taraza ustoz. Shundoq, to'g'ri, taraza. Undaqda Allah tarazini nimishqa yaratdi? Balalarim, Allah tarazini nimishqa tampon qilib yaratdi, ha? Chunki tamponliq bo'lmasa, hamma narsa chechilib buzilib ketadi. Endi yozganlaringlarga qarab baqay.
Hamma narsa rostilla chechilib ketyapti mana, ha. Bunda dadangizga birib bering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ömer Muxtar qayerda? Qiymatlar, qanday yangi xabarlaring bor? Yangi bir vali. Yana nima? Davomli shirdak keladi. Salom saatsiz. Va qiri ushkilardek qaytib ketishidi. Bu qitim qisi kimkan? Gritsiyani, Bizans qasbi. Gritsiyani? Uni biyak avatidiganligi aniqdi. Bu bir yangi hujum deganlik. Dadam mundaq deydi. İnsanning belini pükkan zarbalar uni kuchlantirdi deydigan. Gritsiyanining ko'rdigan kuni bor texi. Gritsiyanining qonxo'r ekanligini anladim. Bu so'zlarga ishongim yo'q. Ammo ishonmayman, amalim yo'q. Qachon keladi ekan? Beyin g'azini uning uchun tayyorlanyapti.
Hanımlar, efendiler. Ali Cenab General Gritsiyani, Çirene valisi, Şahzade Amadeo Avusturya geldi. Büyük imparatorumuz için. Ya. Rahmet köpçülük. Aramızda hanımlar da. Erkin azadı bulunla. Tansı devamlasın. Muzika. Komandan Sarsani. Signor Tomelli. Missionerlarning ko'rishgisi bor ekan. Oho, Davidji. Beng'azi xush keldingiz. Kun bizga o'xshash cho'lda qolganlarni qap-qora qilib etyapsa, siz oppoq oqirib ketibsiz. Men uning bilan so'zlashga keldim. Qani marhamat. Kaşki Yevropa bizning bu yerda nima ish qilayotganimizni bilsa edi, hech bo'lmaganda İtaliya bilsa. Biroq biz Liviyadagi hamma narsaning suratini tushirib arxivga solyapmiz. Qachonli bo'lsin xalqimizda qilamiz. Siz menga bu vaqtda jiq yaqinmi? Sizlarning xalqaro janova to'xtamini e'tirof qilmaydiganliginglarchi? Bo'ldi, qiling, Kolinel. Polkovnik Dido diyece. Şundak. Polkovnik Diudichi. Dido diyece. Siz to'g'riliq ba'zi dokladlarni o'qidim. Badavilar bilan qo'l ilishib ko'rishib do'st bo'la oladi ekansiz. Bu bizning ular bilan do'st bo'lishimiz uchun hammasining gelini siqishimiz kerakligini bildirdi. General turdigan qal'aning sirtida qo'g'langan 5000 badavilar bor. Ular berdigan ochliqimmi yo'q. Ularni kontrol qilmayapman. Kerak bo'lgan. Sizga kerak bo'lgan narsalar qisqa vaqt ichida bu yerda hozir bo'ladi. Bu odam kim? Bozor boshlig'i Elgaryani. Bizga uning ko'p foydasi tegyapti. Ömer Muxtorning koni do'sti. Foydasi tegyapti, shundaqmi? Shundaq. Uni bu yerga chaqir. Menchi sizmi uning ishinisiz? General Graziani o'zlariga bozor boshlig'ini taqdim qilay. Ömer Muxtorni taniydi ekansiz, shundaqmi? Shundaq, taniydim. Uning taslim bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? Bilmayman. O kichik vaqtida u bak jahil edi. Agar sizga qandaqli yordamim tegsa, men o'zimni nihoyat xushal his qilaman. Bizning qo'limizdan qanchalik ochiq ekanligini ko'rib qolasiz.
MTM Engineer, sizga jiddiy uchur keldi. Saqlayamamdi. Mehmonlarimizning kayfini ushirvatdik. Kechiringlar. Plan shu, kelgan xabarlarni darhol o'qimaganligi uchun yo'qitib qo'yganligim deyishdi. Bu nima? Zayoq ketgan bir harbiy harakatmi? Ha? Qancha italiyalik o'ldi? O'lgan 20, yardar 50 askar bor efendim. Yana qochirib qo'ydinglar, shundaqmi? Ha, shundaq. Bu qaytim uni ko'ralabdi. Ko'ribdimi? Ko'rganligini qandoq biladiga? Burun uni ko'rib baxmagan tursa. Bak yaqindan ko'ribdi. Ömer Muxtarni ko'rganligi aniqkan. Balkim ularni faqat uni ko'rish jasoratiga ega bo'lgan sababli mukofotlashim kerak. Bu yerda har qanday bir yerda bo'lishi mumkin. Tumanli, sen boshqa bir kuchlik birlikka bosh bo'lgin. Endi sen Ömer Muxtar xiyolidan voz kech. Uni ko'rmaslik sizlarning kallanglarni tormozlab qo'yibdi. Qonning orqasiga tushinglar. O'limning orqasiga qaranglar. Hamma badaviyning ichidagi isyonning pegiga tushinglar. Muxtarning odamlari tartib bilan urush qilyotdi. 3 oy Muxtarning kaynida, yana 3 oyning ichida uylarda tinchlik ichida. Tumanli, bizga tinchlik yo'q. Çocuk oynayalım. Kaçınlar! Uyunlar kırıp gitinlar! Taliye askerler kıyvatdı! Ay çocuk geldi kaçınlar! Kaçınlar! İsmail, akana yardım kıl. Ay Allah, işçiki kirip getirinlar. Tez. Erleni sepkitizonlar. Düzdürüş! Sepkitürüş! Ha. O taraftaki üçünü. Ve arkadaki 2 kişini. Ha. Yana. Yani o yaş yigitni. Arangladın ba'zilar tanlandi. Ömer Muxtar bilan 3 ay beka lag'aylab yurgicha 1 yillik muhim ish qildisizlar. Beshinglar aram topadigan yerda. Muxtarga berdiganlarini, ya'ni hamma narsaning yerimini ko'ydiringlar. Hamma narsaning yerimini.
o'q tegibdi efendim. Demek Muhtar bilen birga urushganda yaralanding, shundaqmi? Bizga nima ishlarni deb bersan, ha? Zuvaningni ichib gap qil. Shundaq yig'laysan. Buni o'zing xohlading. Uni o'ltiringlar. Yo'q, yiroqda emas. Mushu yerda. Uning qandoq o'lganini tomosha qilishsin. Allah uchun uning duo qilgandek vaqt beringlar. Yuvash bo'lg'in qiri o'chga. Dada! İsmail! Gapimni anglang ana. Cho'qim bir ish qilishim kerak. Bechora Oyisha qizim yog'li qichib qopti. Ah xudo! Cho'qim bir ish qilishim kerak. Cho'qim! Ular uni o'ltirayotganmidi? Ulanı ko'rdim. Akam va Oyisha hamda dadamning g'aliq qiram. Men Umar Muxtarning yine ketiman. Sen de küçük oğlum. Daha vakti gelmedi. Ben emdi çoğun buldum ana. Ben emdi çoğun buldum. Kendi. Sana ihtiyacım var.
O yerden ötüş gerek. Bu yerler bizning tuproqimiz. O yerda. Bo'ldi. O yerda bir tal kestan chuknimi yo'shirolmaymiz. Ustoz ular keldi. Hemmimiz tazlandı efendim. Yana bir tarafini tekshirib yiqinglar. To'xtanglar! Bu ularning izi o. Ularni oxiri qo'lga tushirdik. Muxtar tugash dedigina. Tez mayli. Bo'ldi efendim. Atqa meninglar. Bek tez ketyapti. Jenidan to'ygan o'xshaydi. Uzoq tushdik. To'malik qutishimiz kerak. Nemish bo'ldi? U zodi nemish qilayotgandi? Balkim ogohlantirishdi efendim. To'xtanglar! To'xtash!
Giyagi. Bir narsa ko'rdingmi? Yo'q, hech nima ko'rmadim. Yiroqlashib ketyotdi. Yetishib olganligimizga ozlik qolgan edi. Agishinglar, ninglar? Yetinglar! Hey! Atlarga qaranglar. Bayroqni eling ustoz. To'xta. Biz əsirlarni o'ltirmaymiz. Ular bizni o'ltirdi-ku. Bu insonlikqa yarashmaydi. Biz degan haqiqiy inson. O texi bir bola ekan. Al. Generalınğa degen. Bu yagi münasip emas. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi ya. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi.
ustoz. Ben onun Kur'an'ını ip geldim. Allah kullardan yüz örmeydi. Bu yerga kelgin, oğlum. Senin ismin nima? Ali. Ali. Bu kitap senin, ananga degen. Bu kitapni senin üçün saqlasın. Oğlunuz sizni bundaq yig'layotganini ko'rmaslik kerak. Bir kuni ular urushni davomlashtirdi. Balalar bizni yaxshi aslash kerak. Kuchlik, ishonchiga to'lgan va hech voz kechmagan. Siz ishga kirib keting. Biz berib Matari bilan ko'rishaylik. O yerda ekan. Matari, bu do'stimiz Ali bo'ladi. Bu Abu Matari. Onun senchilik bir o'g'li bor. Ammo bu yerdan bek yiroqda. U uni bek seg'indi. Endi biz ishimizni qilaylik. Yarashdi. Xuddi olimlarga o'xshab qolding. Yana uni menga bergin, bo'lmasa xat o'qiyolmayman. Endi do'stlaringni yeniq berib ularga qarab boqqin. Yo'qitib qo'ydik. Bir guruh askar va bir yunivik mashinalar bir urush qismidan bizga qog'ida faqat mushular. Men Liviyaga qaroqchilar tarafidan o'ldirilish uchun keldim. Senyor Tumalli eng yaxshi ofitserlarimizdan edi. Bu yosh yigit sharafimizni qo'g'dab qoldi. Bayroqimizni qaytarib keldi. Ammo efendim, uni bizga berdi. Shundoq. Şeref medali bilan sharaflantirilsa. Askarlik hayotimda zafar qushmay qaytmadim. Men sizlarga shuni deb qo'yayki, biz bu yerda Muxtar va uning 200 odami va bu yerdagi 50 odami bilan urush qilmayotimiz. Bir millat bilan urush qilyapmiz. Rimliklarga mas'uliyatim bor. Shuning uchun bu mamlakatni isyonni yo'qotish uchun kerakli muhim bo'lgan 3 odamning birini atayman. Aslida bek oddiy, buni burunli qilishim kerak edi. Badavilarni karantinga ilish taklifini qo'yma. Karantin qalamdiq? Shundoq. Sim to'rlarning ichiga, yig'ilish lageriga. Qarshilik kuchi bo'shab, tugaganga qadar shu yerda tutma. Hech kimga ish og'irtmayma. Buni ular o'zlari xolidi. Quduqlarni quritib etamiz. İtizlerini köydürüp etimiz. Daraxtlarni yo'q qilamiz. Tuproqlarni qup-quruq qilib etimiz. Bu tuproqda hayotini davomlashtirolmay, tashlab ketishga majbur bo'ladi. Agar qarshilik ko'rsatsa qanday qilamiz? Isyonni rimliklarning qo'llangan usuli bilan bostiramiz. Har 10 odamning birini o'ldiramiz. Bu urushni sulh qilish, aloqa o'rnatish orqali oxirlashtiramiz deyish ahmoqning ishi. Biz bu yerdagi hukmronlik kuchga qarshi urushimiz.
500 ming odamni sim to'saq bilan qo'rshavga olamiz. Bu g'alabalik boshlanish bo'ladi. Biz buni cho'qim qilamiz. General. Badaviylar behuda o'lyapti. O'lsa o'laversin. Boshqa savol bormi? Karantin elingan 500 ming odamlardan boshqalarni jazolamdiq. Efendiler, Bedeviler urushda maharatli xalq. Ular bizga ziyon yetkazishdan burun hammasini yer bilan yakson qilishimiz kerak. Hammanglar gapimni anglanglar. Isyanchi va osiy bo'lganlardan har 10 odamning biriga o'lim jazosi berildi. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kızlara ot koyuyorlar! Ot koyuyorlar! Ot koyuyorlar! Hadi kömbetAllah! Kömbeteydi! Hammeylerini ep gitdi. Bundaq urushni kimmi davomlashtira olasan? Qo'shinga qarshi emas, ma'sum insonlarni o'ltiryotidi. Ular girdikalarning to'lisi o'lib ketadi. Bechoralar gunohsiz va chorasiz.
Bu bizning xatoligimizmi yoki tanlashimiz? Osmon zaminni yaratib, uni muazzinat holatga keltirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Hurra! 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 Ömer Muhtar ketdi. Ömer Muhtar biz g'alaba qildik. Allah şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kıyametler olsun. Düşmanlar kelyapti da tez bo'linglar. Kaçışmasınlar ba. Derhal qo'linglar. İsmoilni ketim. Meni o'ylama. Tez bo'linglar, tez. Tez kaçinglar, tez. Tez bo'linglar. Derhal kaçinglar. Yaraqlashib ketaylik, tez bo'linglar. Tez kaçinglar, tez. Tez bo'linglar. Yaraqlashib ketaylik. Tez kaçinglar, tez. Bu yoqqa kel. Bu taraftan tez. Tez bol oğlum. Atqı mingil. Men geçti atıma tez bol tez. Matari, İsmail'in epke gel. Atışki adamni kötürenmeydi. İsmail bunu bildi.
Mağaylı efendim. Demek o cesur balı sen. Muhtarni mendin kovduğun cesur bala. Nimiş ki bunda kıldın? Tehi yaş gelse, aldığında istikbalın var. Gene digine. Yaşaşını halamam sen. Digine. Onun yaşını bekre kalayım ben. Mükemmel bir asker bulalaytınız. Bizge ketilişini halamam siz? Mendumi bek merhametsizkensiz. Onu bir yerden et çıkıp. Nimi halıs şunu berinla. Meyve, tamak. Kosugunu yakşı bekinla. Et tan atqanda dargı isinla. Bu yerde en addi hareketimiz bilen tarixni yazganlığımızdaki hakikatini bir haram kılmamdı general. Rimde çıkan gezide küçük bir paragraf olsa mı? Küçümlü tılgı aldınız. Xiyalımı keltirmepti mi? Mening üçün Rimning ostidagi bir kun Liviyaning xiyolidagi bir avloddan muhim. Ondaqda Rimni unutib, faqat Liviyan eslasa qandaq bo'ladi? Beshingizni bularga qattirmang. Tarixni biz yozamiz. Liviya bizning tikandan yasalgan tojimiz. Kulgilak. Liviya faqat bir sharafdir. Ularni cho'lda ko'rolmaymiz. U taraflarga berish uchun bu qum marhalarini tizginlashimiz kerak. Bu yerdan bu yergacha. Bak oddiy, shundaqmi? Yo'q, undaq emas. Ammo cho'l bayovan, qop-quruq. U yerda hech nima yo'q. Shamol va qum. Bir tal foydasi yo'q. Bizga nima foydasi tegadi? Rimliklar uchun shuhrat. Imperiyaning cho'ngishi. İnqilobni tog'lar bilan chegaralash. Ismim va qo'shin tarixiga qo'shiladigan yangi bir bat. U cho'l bayovonni tizginlamak unchalik oson emas. Sizga bir yangiligim bor. Kral
Ho, dal vaqtida keldingiz, deyildicha. Qani o'tiring. Rahmat. Bir qo'l elishi bilan tinchlikni barpo qila olgan odam. Buni qiling. Qumliqning o'ttirsida hurmatlik Umar Muxtar bilan sulh qilishadigan bir bargoh quring. İqtidoringizni ko'rib olay. Lekin bu hozir osonga to'xtamaydi. To'g'ri, ammo buni qilishingiz kerak. Umar Muxtar bilan ko'rishishda oldingi shartlarimiz nima? Oldingi shart yo'q. Butun Liviya talash tortishda. Obdan qarang, ko'mayapsiz. Bu yerda biz ustalga yaxshi niyat bilan kelyapmiz. Biz bilan 20 yildan bir urush qilyapti. Biz tanıydigan konu düşman. Hozir qadar qilgan butun gaplarimizni angladi. 20 yil uzun vaqt. G'alaba qilolmaydiganligingizni bilgan holda, isilishdan 20 yil ketishning nimadan derak berdiganligini bilamsiz. Bu urush bir umiddir. Konu gaplar bilan Umar Muxtarni emas bir sarangni oldiqlab bo'lmaydi. Janoblar nomiga ko'rishishlarni qachon boshlayman? Aldıravatsız. Ömer Muxtar ile paranlaşkanda onun kallısını kaymak durum. Amma gap qilishni xolisi nima uchun, gap qilmisi nima uchun bu bek muhim. Bo'ldi. Sinab baqaman. Ko'p rahmat. Dal vaqtida kelganligingiz uchun rahmat. Bek astoydil ekansiz. Rahmat. Bu ish mi bitdi? Deydicha bu ishning odam emasdi. O Muxtarning qabul qilolmaydigan narsalarni talab qiladi. Muxtar uning beramaydiganlarini talab qiladi. Ishlarning yo'lida mengishini xohlamaydigandek tursiz. Menga shundoq bilindi. Menga uval qilyapsiz. Albatta. Men tinchlik talab qilaman. Tinchlikka erishmoqchi. Siz qudrat topgan vaqtingizda qalbingizmi tinchlikka o'xshaydi. U menga tinchlik bermaydi. Vaqt berdi. Vaqtga hojitim bor. Demek bu qir ekan. Askarlarimiz shuncha yillardan beri bu yerda, ammo uni tunji ko'rgan biz. Qumliq yo'lvisi. Assalomu alaykum. Polkovnik Diyodochi, sizmi? Shundoq. Qani marhamat. Bu yoq polkovnik Varillo. Bu yerning askar valisi. Bu yoq komitet a'zosi Lobitto. Bizga maslahat bergili Rimdan keldi. Shundaqmi? Bizni bu yerga paranglish uchun chaqirtdinglar. Biz keldik mana. Hazratlari,
Meni arzu qiladiganim İtaliyaliklar va arablarni o'xshash manfaat ishida ko'mak. O'rtaq manfaat beradigan bir kelajak taklif qilaman. Kishilik va hunar tijorat bizning madaniyatimiz, sizlarning kulturinglar, fazilatlarning birlashishi demak. Misr va To'los hukumatlarining vakillarimi bu yerda bo'lishini arzu qilaman. Ular bu yerda bo'lishi kerak. Meningcha bo'lsa, bir minut ruxsat qilamisiz? Badavilar erkin bir millatga o'xshash, boshqa davlatlar tarafidan e'tirof qilinishini o'ylaydi. Ular bizning rayonimizda yashaydigan insonlar. Ko'rishishni Italiya bilan qilyapsizlar, boshqalar bilan emas. Ichki ishlarimizga boshqalarni aralashtirmaymiz. Nemish xato ibora qo'llanasiz. Biz italiyalik emas, bundoq fikr qilmang. Biz bu yerda tug'ildik. Faqat Alloh rizosi uchun o'z onamiz tarafidan dunyoga kelgan. Ammo biz siz emas. Boshqa vakillar to'g'risida keyin paranglasak. Hozir yiziqchi bir narsami yo'q. Ko'rilgidekmi hech narsa yo'q. Ammo biz uni yozgan edik. İslamcı maktablarimiz bo'lishi kerak. Albatta. Albatta bo'ladi. Ma'rif erkinligi. Maktablarimiz yangidan ochiladi. Xalqimga birdek milliy qo'g'dinish ta'min qilinishi kerak va parlamentimiz bo'lishi kerak. Parlament Rim bilan munosabatlik. Bu yerda talishqi bo'lmaydi. Bu masalani hal qilgan yer emas. Texi biroz burun oldingi shart yo'q degan edingiz-ku. Bu chidirda hamma narsa ochiq bo'lishi kerak edi. Hech qanday bir turlik cheklash va shartlar qo'yilmasligi kerak. Hozircha mushundoq deb turayli. Parlament qurish taklifingizni yozib qo'yayli. Undaqda ostiga ilova qilib qo'ying. Sizlarning tapaninglar ostida qolgan, ishg'ol qilingan tuproqlar qaytirib beriladi. Agar o'rningizni men bo'lsam, ishg'ol so'zini ishlatmagan bo'lardim. O'rniga o'ltiraqlashish va terilg'i uchun ayrilgan yerlar deydim. Ya'ni ishiltish uchun ayrilgan tuproqlar. Italiya tarafidan ishg'ol qilinsimi, 20 yil bo'lamdi, 40 yil bo'lamdi. Tuproq hamon sohibiga qaytiriladi. Sizlar bilan nimishqa urush qilamiz deb qoldinglar. Ammo yana tuziladigan bu kelishim emas. Cho'qim o'ltiroq joy ta'min qiladi. Bizning tuproqlarimiz ishg'ol ostida qoladi ekan, sizlar bilan urushga majburmiz. Majburmi? Shundoq majburmiz. Ulug' kitobinglar urush qilishinglarga faqat ruxsat qilmaydi. Sizlar hargizmi g'alaba qila olmaysizlar. Hargizmi. Bizga dinimizni tushuntiryapsiz. Qur'on Karimdan hech kim shaklanmaydi. Buni bilib qiling. Bizni yurtimizdan qo'g'ilganlarga qarshi yurtimizni, oilamizni qo'dash Allohning nazridagi birinchi vazifamiz. Mencha azroq vaqt o'tsa yaxshi bo'ladi. Bizning oldirishimiz yo'q. Nimishqa ishni bundaq kayniga so'zayversizlar. Hazratlari, talablaringizni Rim imperiyasiga yetkazishimiz kerak. Aldığımızdaki yığında bularning javobini elib kelib, yangi takliflarda bo'lamiz. Shunisi aniqki, har ikki taraf endi qon to'kishni xohlamaydi.
bir italiyalik urushda aeroplanni tunji uchirgan. Qumliqda tankini tunji mang'uzgan. Tarix buni yozida unutib qolmanglar. Vaqtga ehtiyojimiz bor edi. Endi vaqt masalasini hal qildik. Endi tinchlikdan so'z olsak bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Birinchi, Ömer Muxtarning odamlari İtaliya qo'mondonlarining buyruq ostida ish qiladi. Davomlashtiring. Undaqda yaxshi. Ikkinchi, İtaliya hukumati bu odamlarga ta'minot beradi. Davomlashtiring. Bizning hukumatimizning bu kelishimdan burun jinoyat ishlaganlarni jazolash huquqi albatta bo'ladi. Ömer Muxtarning bu kishilarni qo'g'dash huquqi bo'lmaydi. Bu bir sharmandlikdan boshqa bir narsa emas. Albatta aniq taslimiyat. Tartishishga arzimaydigan moddalar. 4-modda İtaliya hukumati Ömer Muxtarga har oyda 50 ming berishga va uningga keng kushadi bir yurish uy berishni qabul qiladi. Bunchalik ko'p narsaga loyiqmi men? Menga oyda 50 ming topqidek natija qozondimmi? Menga pora berish taklifini berish orqali menga haqorat qilyapsizlar. Ishni xato chekdinglar. Hazratlari, bu iltimosni men qildim. Rim emas. Par bilan qilchilik munosabati yo'q. Faqatla pensiyaringizni huzur ichida o'tkazishingiz uchun. Xalqim yig'ib olish lagerlarida ekan, men qandoqmi rohat yashay olayman? Bombardimon qiladigan, o't qo'yadigan generalingiz qayerda? Nimishqa bu yerga kelmadi? Oramizdagi kelishim tuzilgandan keyin general siz bilan mamnunlik bilan ko'rishdi. Generalingizni ko'rishni xohlamayman. Ko'rishni xohlaydiganim uning oqibati. Nimishqa hozirgacha askar avatishni to'xtatmaydi. Qayergacha bormoqchi? Suvsiz yegimi? 6000 bak su. Onun ketken yeri Kufra. Sizlar azaldan tinchlik xohlamaydinglar. Vaqtni o'tmoqchi edinglar. Biz Gretsiya'nın qarshida. Agar biz bilan kelishim hosil qilmasanglar, qaboatlik bir urushga kirib qolib, yanjilib yo'q bo'lasizlar. Hukumatinglarning kuchini bilaman. Bizga tahdid qilayotgan ashu kuchinglarga qarshi 20 yil urush qildik. Va Allohning izni bilan oxirgacha qarshilik ko'rsatamiz. Natijaning mushundoq bo'lishini bilatdim. Aqlsizlar. Mushundoq bir qudratli qo'shin bilan tang tura olamiz deb o'ylaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kufra bo'lishi aniq. Minglagan askar. Nurg'un mashinalar. Hammasi kufra qarab ketyapti. Gretsiyani hech kimning qilinmag'ini qilmoqchi. Cho'lga tanka kirdi. Ammo vaqt bizning tarafimizda.
Gretisiani janubga mengayotganda biz shimol tarafga hujum qilamiz. Uning diqqatini buraymiz. Kufra uchun uning bilan urush qilishimiz kerak. U yerga berib yo'qolib ketgandan hozircha hayot qolganimiz yaxshi. Oilaning u yerda ekanligini bilamiz. Ammo kufrani qo'g'dash u yerda o'lmak deganlikdir. Men mengishim kerak. To'g'ri. Mağmasang bo'lmaydi. Portlatishga tayyormi? Tayyor general. Unda kuchlarni ko'zitib qo'yinglar. Tayman Sandrini, bombardimon qilish boshlansin. O't o'chinglar! O't o'chinglar! Endi ketinglar. Maldallah! Baş üstüge. Baş üstüge. Baş üstüge. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Bütün qo'shin olg'a ilgirlisin. Tanklar oldida. Tez bulunlar tez. Tez. Atican! Nima ish qilyapsizlar? Kondun Santaning buyrug'i. Arqaga chekinmaymiz. Urush qilib shahid bo'lamiz. Bo'lishya, tuz turish. Arqanga o'rilish. Mengishya, bo'lishya. Tez bo'lish. Tuz turish. Tuz turish. Tuz. Etala!
Mana bu küfra. Dikkat! Bayrak çıkarılsın! Kufraning qo'ldan ketishi ko'nglimizni yara qildi. Janub tarafni to'sib qo'ydi. Harbiy mashinalarni birli yo'ldan o'tkazgili bo'ladi. Umu Misr chegarasi. Ularga bo'libmi ochliqlarga bek muhtojmiz. Yo'l İtalya maşinasının 3 kilovatıydı. Qancha deding? 3. 3 oq bayroq eslibdi. Qani kelsin. Keyin davomlashtiramiz. Bazar başlığı El-Garyani. Bu yerden ötəlişimiz üçün İtaliya maşinisini işletişki mecbur bulduk. Hiç bo'lmaganda ular haqliq edi. Siz bilan yolg'iz paranglashni xohlaymiz. Deməkçi boğanlarımızı başqalarının qeşidi deyəməyimiz. Ondaq bo'lsa, mağamı demanglar. Ömer, nemişki teslim olmaysan? İtaliyaliklər bilan asan kelişələysən. Muhammed Rızasını bexatar yollar bilan məmləkət sırtığı çıxırıb qoyudu. Bexatar yol, şundaqmı? Qayaga, Misrg'imi? To'g'ri. Shunda qayrindishi bilan yo'shinishim uchun sen bu mamlakatda qolgan birla Senosi. Holingga qara. Buning holiga qaranglar. Mening odamlarimni urishdi. O'z manfaatlarini qo'g'dash uchun urishdi. Endi sen qaysi tarafda? Ömer Muxtar. İtaliya kapolat berdi. Undaq bo'lsa ular qitilgan. Bu davlatni ular boshqaryapti do'stim. Yo'q, mamlakatimizni kunduzi ular egilaydi. Biz Allohning yordami bilan kechis qaytirib olamiz. Ömer Muxtar, siz yolg'iz bu mamlakatni qo'ldan berib qo'ysangiz, butun dunyodami millatlar orasida sizning gapingizni qilgan hech kim yo'q. Hech kim gapingizni anglamaydi. Bu urush xalqaroda bo'lmadi. Mening vatanimda bo'layotdi. Bu tuproqlarda. Ömer, bu urushda g'alaba qilamaysizlar. Quruq qo'l, qonxo'rlarga qarshi urush qilg'ili bo'lmaydi. Bolalarimiz uchun urush qilyapmiz. Ularga bir kelajak barpo qilish uchun. Lekin bolalar och, yig'ib olish lagerlarida hammasi o'lyapti. Sen urush qilib, qarshilik qilganing uchun o'lyapti. Shundoq. Ular urushning asiri, ammo hech biri menga xiyonat qilmaydi. Birisimi taslim bo'lishimizni talab qilmadi. Chunki menmi, ularmi biladi-ki, taslim bo'lsak, vatanga xiyonat qilgan bo'laman. Ömer, biz birli cho'ng bo'ldik. 70 yil burun ikkimiz bola edik. Yodingda bormi? Ha. Aniq esimda. Ammo hozir biz ikki tarafda. Sharaflik bir tinchlik barpo qilish uchun bu oxirgi fursatning bo'lib qoladi. Tuproqlarimizni egallayotdi. Uylarimizga o't qo'yotdi. Gunohsiz insonlarni o'ltiradi. Sen texnicha tinchlik deyapsan. Men ular bilan qilgan tinchlik bilan sharmanda bo'lmayman. Qaysam yaxshi bo'lg'idek. Shundoq, yaxshi bo'ldi. Endi qaytqin.
Bu kim? Ha, aman. Hayatkensiz. Şundaq. Ömer Muhtar bilen billa. Sizga ko'p duo qilib turdim. İsmailni ko'rsangiz, xurjini uningga bering. Buni u bergandi. Oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Oğlum. Cesur mıydı? Oğlum can meydanda cesur mıydı? Yana kilemsiz? Ha. Ama va'da beremeyman. Bo'ldi emni keting. Dikkat! Tur! O'rnidan tur! Bu bola og'riq. Bolang emas. Buni dedim. Tur! Qo'yman. Qo'yman. Tog'dagi osiylarga yemaklik berish va yordam qilish bilan ayblendinglar. Bu kallik etadigan jinoyatlarni qabul qilamsizlar. Demak, jinoyatinglarni qabul qilasizlar, shundaqmi? Sizlarga berilgan qaror o'limdir. Darg'a silib o'lisizlar.
Bugün şərəf medalının ilgisi bolğanlığınız üçün ölüm buyruğu beriş şərəfi sizə ait deymin. Yo'q. Nima dediniz? Vazifenizni o'rindaysiz deymin. Men qo'shinga ayollarni darg'ish uchun ketilmadim efendim. Bo'pti amisa, palpomani, pollo. Taymin sandurini qo'lga ilindingiz. Allah'ım bizni kechirgin. Bugungacha bergan hayotliging uchun sana shukr qilish majburiyatimiz bor. Nimishki beralayma. Vazifani rad qilding. Buyruqqa itoatsizlik ig'ir jinoyat. Qo'mondonlar vijdondan so'z qilishga boshlaganda ishning oxiri qayerga boradiganligini belgili bo'lmaydi. Davlat mahkamasida hesab berishga tayyorman efendim. Rasmo. Poloning yangi qahramonlaridan birini yo'qotishga texnik tayyor emas. Davlat mahkamada oladigan huzuringni sana bermayman Andrey. Sana buyruqlarga qarshi chiqish emas, itoat qilishni o'rgatdim. Shundoq efendim. E'tiroz bildirsang bo'lmaydiganligini dedim. Davlatning ehtiyojlari kishining ehtiyojidan muhim. Qo'shinda askarning aqli o'zining emas. Shundoq efendim. Tağlarda urush qilish uchun Sarsani bilan birga ketsa, sana aktiv xizmat qilish fursati beraman. Tez bulunla! Tez bulunla! Ben iskilatdan partıltı yütek. Sizler tankini partıltanlar. Bunu ispatlayalamsa, bu tağının kendi tüzdanlık var. Muhtar onu bir fırsat deb o'ylaydi. Çünkü bu yerda tanklar ishga yaramaydi. Amaliyot uchun. Bu muhtar o'ylagandek bo'lmaydi. Biz unga yo'l qo'ymaymiz. Va g'alaba qozonamiz. Mana bu yer va buni yani biz kontrol qilib tank yo'li sifatida ishlatyapmiz. Xeyr, mana bu yerda. Menimcha sizlar bu ishni qila olasizlar.
Bo'libmi sizlarni mono nuqtaga yerlashtirsak. Bizning nishonimiz Muxtar. Bu yerda gaz va uchoq ishlatmay ig'ir qurol qo'llaninglar. Birinchidan, Muxtar mush yo'l orqali g'arbga qarab 30 kilometr chekindi. Biz Muxtarga tanka va boshqa ig'ir qurol yaroq bilan hujum qilib, uni qistaymiz. Uchoqda Muxtar hech nima qila olmaydi. Qani ularni yo'q qilib deydi. Bu ketim kaçanmaydı. Aldı bilen körükünü alımız. Tankı maşinlarını arkaga ötkizimiz. Zembireklerini aldığı tizip, keyin ulanı teslim buluşuk istaymiz. Körükni Muxtardan partlatışqa urinmaganligiga hayron qoldim. U bir oddiy urushchi, sizlarga o'xshash. Askariy maktabda o'qimagan. Vaqt keldi. Yem tushni otamiz. Oldu ilgillanla. Körükni tekshiringlar. Askar, körükni tekshiringlar.
Körükte mesele yokken. Sizler berip yanları körükni tekşürünler. Ben bu yer saklap duray. General bek ehtiyatchan. Bizga fursat bermayotidi. Bu yemçük. Kövrükni partiltib o'tishimiz kerakdi. Mashinalarni to'xtatishimiz kerak. İşaret beringlar. Qara. Qara. Ko'rib turibsa. Chashqonlar erimchini ko'rsa, taqat qilolmaydi. Zembirekçiler itişik tayarlansın. Ot aç. Endi bütün qo'shinni avatdilar.
harakatga o'tdi. Qani mangayli. Oya qaranglar. Bu tozakyan. Başla. Yaxshi. Yaxshi. Bu qeri qaltisga. 1930-yili Rim imperiyasi.
Mening söyümlü generalim. Mening söyümlü generalim. Her halda şerifinizni men bilan o'rtoqlashishingizni umid qilaman. Duchan men. Siz nimani qalasangiz biz shuni qilamiz. Siz bu yerga eng talaylik odam. Urushni qumliqdan tog'larga apardin. Qolgan dushmanlar usiga qochdi. Hozirgi vazifamizda ularni patingidan birma-bir tutib ola olamiz. Duchan bir narsa. Bilaman. Bir masalanglar bor. Ularning taqqa kirib olishi sizlarni qiynayotdi. Urushqidek dushmanim yo'qdek ko'rinadi, ammo hujumlar to'xtab qolgani yo'q. Belgilik bir o'rni yo'q. Shuningga qarata bir tadbir olama. Ammo davomli harakat qilmaydi, muqim yeri yo'q. Duchan, men bir plan bilan keldim. Nayt yaxshi amal topdim. Yenidan sim tortimi. Lekin efendim. Adrianus bu tamlarni vahşi insanlarni sirti tutish uchun ishlatgan edi. Men ichida tutish uchun ishildim. Duchan, mening tavsiyalarim Liviyani sim tamlari bilan qo'rishmoq. Qumliqning o'tirisida o'tkilib bo'lmaydigan darajada sim tor bilan to'saq yasash. Aqdengizdan Liviyaning oyiqigacha. Düşmanlar Mısır'dan yeni yordam alamaydı. Mısır'a geçişinin oldini olaman. Tuğchem, necha ming mil tikanliksem, bularga ishonishga bo'lamdi. Bu tor to'siqidan nemishqa ansiraysiz? O Adrianus to'siqi Rimliqlarning Angliyada, ya'ni 100 yil qilishiga to'hfa qo'shgan. Minglarcha tonna qoral, 2000dan ortiq askar, plan va harakatning oxirgi qismining amalga oshishi uchun 6 oy vaqt. Siz nima degan degan? O'zingizning xato fikri va harakat qilganingizni ko'rgingiz yo'q. Aldığımızı tövgide yeni to'xtang. Xeyli ko'p yo'qilyapti efendi. Nurg'un kishilar endi faqat yig'ilish lageridan yordam ola oladi. Lekin buni qurtimiz. Qanchalik pulimiz bor? 12. Bundaq ketiverse, ular bilan tosh ko'tarib urush qilgan ish chiqadi. Yana qanchalik bardoshlik bera olamiz? Qiyomatgacha. Bir oydan hech qanchalik o'tmadi. Tikanlik sim bilan jang qilyapmiz. Ro'yimiz tushkunlashsa, ular g'alaba qiladi. Faqat u vaqt to'g'ri, sim bizga ziyon selyotdi. Xuddi gelimizga bog'langandek. Ammo bizga nima bo'ladiganligini Gretsiyani emas, Alloh qaror berdi. Alloh bizning bularni talishib o'ltirgidek vaqtimiz yo'q. Allohning qudrati oldida sim nemati?
Ularning 8 million quroli bor. Bizning aram 1. Rahmat. Bu soğuqdan emas, topudan bo'layotidu. 22 yil urush qildik. Bu tuproq. Yana shu tuproq. Nimish qo'xlamaysan? Qandaqmi uyqum kelsin. Men ko'zatchilik qilsam yaxshi bo'ladi. Çekin ola, çekin ola. Çekin ola, çekin ola. Sizlar ketinglar. Biz ularni tutib turaylik. Qaçanmaslık üçün putlarını bağlab aladı ekan. Bu özünü öldürüp elish.
Kaçanlar! Bölünüp kaçanlar! Yo'q. Unda qilma. Hey yigit. Arqonga qaytquchi bo'lma. Bu yoqda kam, bu yoqqa kelinglar. Asirga elindan qeri. Sen bunu atqın. O tarafta yanı bak, qarab beqinglar. Tez bol. Onu sen esir aldın. At. Yo'q. Sana onu öldür dedim kalva. O qayerda? Bu şu mu? Del şu. Shundoq jazmlashtira olmayman. O del Ömer Muxtar. Onu bu ahvolda ko'rib, ko'nglim bakli yerim bo'ldi. Nima deb bundaq deysiz? 20 yildan beri bizga bo'lgan isyonning boshlamchisi bu. Ömer Muxtar jasur bir odam. Uni hurmat qilishimiz kerak. Mencha o hurmatga loyiq bir kishi. Hurmat kim ha? Asli uni bu yerga so'rab elib kelish kerakdi. O'zingizni bismillah polkovnik. Men qipagidek bir ishingiz bormi? Yo'q. Ammo ozroq suv bersanglar, namoz o'qib, duo qilib olg'im bor. Albatta. Namoz o'qiganda zanjirlarni chiqarib olsanglar bo'lamdi. Bundaq qilishga qat'iy bo'lmaydi. Faqatla duo qilg'isi bor ekan. Qurolsiz urush uchun men bek qiyirib ketdim. Zanjirni 1 soat bo'shatib o'tinglar. 1 soat mas'uliyatni ustingizga ola olamsiz. Shundoq. Suv ekilinglar.
Rahmat. Yo'q. Kerak yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Sizni ko'rish uchun bek chapa tatdiq. Endi siz azroq saqlang. Sizden bir narsa so'rayman. Nimishki buncha uzun vaqt qarshilik ko'rsatdingiz? Bunchalik qarshilik bilan bizni Liviyadan qo'g'layamaydiganligingizni o'ylamagansiz. Sizlar bilan urush qildik. Bizga bu yetarlik. Mamlakatingizning vayron bo'lishiga parvo qilmadingiz. Vatanimni vayron qilgan sizlar, agar sizning vataningiz ishg'ol qilinsa, qanday qilardingiz? Qilgan hujumlaringizning bizga qanday ko'ringanini bilamsiz. O'ylab baqdingizmi? Hujumlar, kechi jinoyatlari,
kunduzdagi hiligarliklar, isyonkorliklar. Bizning tuproqlarimizni xohlaydiganlar. Liviya sizlarning davlatinglar emas. Bu yerda haqqinglar yo'q. Bir g'irish tuproqdimi? Sizlarga buni bildirib qo'ymoqchi edik. İtaliyaning boshqa davlatlarga o'xshash haqqi bor. Angliyaning Misrda haqqi bor. Fransiyaning Tunis va Jazoirda, Ispaniyaning Pasta. İtaliya bu davlatlardan alayda farqlanib turadi. Bu yerda necha 100 yillik qon tarimiz bor. Yaqinda hamma narsamni olasizlar. Yanala o'zinglarni haqli ko'rsatishga tirishyapsizlar. Hech bir davlatning boshqa bir davlatni ishg'ol qiladigan haqqi yo'q. Biz faqat bu yerga qaytib keldik. Hech kim bizni inkor qila olmaydi. Bu pulning ustidagi vaqtni o'qing. Liviyada Sezar zamonasida bisilgan. Yunan, Osmaniya davlatidimi topalaysiz. Liviyaning har bir yerida bor. Cho'lda, qumliq, ko'miklik. Unutib qolg'ili tasqab dema. Siz neyib deyman, shundaq-ku. Bu sizning ko'zoynigingiz. Buni menga ip kelganda, sizningmi uzunga qamay keldiganligingizni bilgan edim. Ko'zoynigimmi? Menmi sizning asiringiz? Ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi. Qaytirib olsangiz bo'ladi. Mana iling. Shundoq, buning g'alati bir o'tmishi bor. Bugun buni berib, jiq bir narsa elishga urinmanglar. Pulinglarmi, shuhratinglardek mangulik bo'lmaydi. Men sizning o'tmishingizga hurmat qilaman. Sizlarmi bizning o'tmishimizga hurmat qilishinglar kerak. Bizningmi fan matematika tibobatda shalliq o'tmishimiz bor. Sizlarning qorong'ulik yillaringlarda dunyoga ilm bilan biz yo'l ko'rsatgan. Odamlaringizning taslim bo'lishi uchun qancha kun ketadi? Biz hargiz taslim bo'lmaymiz. Ya g'alaba qilamiz, ya o'limiz. Urush Ömer Muxtarning o'limi bilan tugaydi deb qolmang. Bizning keyingi avlodlarimiz bilanmi urush qilasizlar? Uningdan keyingilar bilanmi? Menga kelsak, men jallodlarimdan uzun yashayman. Nimaga asosan darg'a osadiganligimizni o'ylab qoldingiz? Ya'ni hayot qilishingiz menga texmo foyda kelishi mumkin. Sizni darg'a ossam, o'z qo'lim bilan sizni qahramon qilgan bo'laman. Halbuki siz hozir oddiy bir o'rnak. Menga faqat Allohning bergan qarorini o'rlay olasiz. Zanjirlar sizni qiynab qo'ydimi? Yo'q. Meni haqqoniyat qiynayotdi. Shundaqmi? Bilamsiz, doim o'ylaydim. Siz va men ikki ashaddiy dushman. Mushunda qarama-qarshi o'ltirib, xuddi sizlarga o'xshash. General, men Ömer Muxtar sizga sizlarning qalbisini berolmayman. Uzun vaqtdan beri peyingizdiman. Bir-birimizni yaxshi taniydiganligimizni ko'zda tutishimiz kerak. Tinchlik uchun. Kuch qazoq bo'ladi. Bu tinchlik bugun boshlamda. Hayotingizni saqlab qolishni nima xohlamaysiz? Men qila olayman. Bir ishorat bilan. Men sizga nima beraman? Birga ishlaymiz, ha? Yo'q.
Kelishish uchun dardli kechikdingiz Ömer Muhtar. Dardli kechikdingiz. Men sizdan hayotimni saqlab qolishingizni talab qilmadim. Butun dunyoga mening sizdan bundaq bir talabni qilmaganligimni hargiz demang. Yo'q, bunda qilmayman. Siz to'g'riliq yolg'on so'zlamayman. Siz bir jasur odamsiz. Bu jasurligingizni atma saqlab qolishingizni umid qilaman. Adolatingizning arg'amchisi har vaqt oldimda planlayotdi general. Rasmga tortinglar. Dushmanlarimni hujjat bilan ta'minlashni xohlayman. Mahkama boshlig'iga hamma odamning oldida ezilish kerakligini ayting. Xalqi u yerda bo'lishi kerak. Ömer Muhtar, davlatimizning qonuniy hukumatiga qarshi isyon qilish bilan ayblanyapsiz. Qancha yoshga kirdingiz? 73 ga. Liviyadagi İtaliya hukumatiga qarshi urush qilgan qo'shinning bosh qo'mondoni siz shundaqmi? Shundaq. İtaliya askarlari qarshi hujumga siz boshlamchi bo'lganmi? Shundaq. Siz qancha yildan beri biz İtaliyaliklar bilan urush qilyapsiz? 20 yildan beri. Qancha qitim urushga qo'mondonlik qildingiz? Sonini eslayolmayman. İtaliya askarlarini qiyin qistoq orqali o'ltirishni buyruq qildingizmi? Yo'q. Qat'iy. Qo'lingizda qurol bilan tutilib qoldingizmi? Shundaq. Men bir İtaliya askeri. Urush meydanida uning dushmani. Ammo hozir bu yerda uni aqlash uchun turyapman. Yaşangan bir ekansiz. Bu yerdagi hammanglardan yeshingiz cho'ng. Shuning uchun ko'p savol so'rab sizni bearam qilmayman. İtaliya hukumatiga bo'yin egdingizmi? Yo'q. İtaliya hukumatidan yaxshi yashash uchun pul pichak va yoki boshqa xarajat oldingizmi? Olmadim. Hargiz. Ömer Muhtarning hech bir vaqt bizga bo'yin egmaganligiga diqqat qilishingizni umid qilaman. Bizdan maxsus xarajat olmabdi. Hech bir vaqt hukumatimizning bu tuproqdagi boshqarish haqqini to'nimabdi. Bu sababdan huquq va mantiqqa asosan
isyonchi sifatida sotlansa bo'lmaydi. Bundan 20 yil urush qilib, Ömer Muxtarni tutib olgandan keyin o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Bundan nachar bir isyonkardek emas, urush asriga o'xshash muomala qilishga majburmiz. Bu aljib qoldi. Bundan Tinch. Mahkamada tekshtirish olan talab qilaman. 105 Montano. Sizga bu isyonchini vatan xoini sifatida muomala qilishingiz buyruq qilindi. Sizga berilgan huquqni qalaymaqan ishlatdingiz. Montano. Ömer Muxtar, haqqingizda berilgan qaror ma'lum bir yerda dorg'a isilish. Ata Sulush shahrida 1931-yili 9-oyning 16-kuni soat 11da hukm ijro qilinadi. Fashizm davrining 9-yili. Bizni Alloh yaratdi va yana uningga qaytimiz. Tripolyana Çirana hükümeti namıga Benghazi askar mahkemesi tarafidan faşizm davrinin 9-yili 9 ayının 9 günü berilgan qarornomaga asosan bu jazoni ijro qilamiz. Ömer Muxtar, Pollonik İtaliya hükümetiga qarshi davomli isyondan ve vatan xoinligidan dalil isbot bilan ayblendingiz. Mahkamaning qarori umumiy bir yerda dorg'a isish. Jazoyingiz hozirning o'zida ijro qilindi.
Allah'ım, düşmanlarım tərəfindən öldürüldüğüm üçün sana çəksiz şükürlər bolsun. Asla təslim bo'lmaymiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Bizdan keyingi avlodimiz bilanmi urush qilasizlar. Ulardan keyingilar bilanmi? Menga kelsak, men jallodlarimdan uzun yashayman.